17 yoshida bakalavrga qabul qilinmay qolgan Abduazim qanday qilib 4 oy o'tgach Britaniya talabasiga aylandi? Video davomida bu haqida bilib olasiz. 2024-yil. Bu Abduazim 17 yoshda maxsus litseyni tamomlagach, chet elda ta'lim olishni istardi. Uning orzusi Britaniyaga ketish edi, lekin u ham ko'plab talabalar singari Britaniyaga ketish qiyin deb o'ylardi. Shundan keyin Saudiyaga va Qatarga topshirishni o'ylab ko'rdim. Abduazim Qatar o'qishiga topshirish uchun kech qoldi. Saudiyaga ketish uchun boshqa konsalting bilan ishlab, отказ oldim. Shundan so'ng Abduazim Britaniyaga ketish haqida juda ko'p o'yladi. Lekin Menda yana vizadan отказ bo'lish qo'rquvi paydo bo'ldi. aslida Yuken haqida xabari bo'lmaganlarning barchasi shunaqa deb o'ylaydi. Hattoki Abduazim ham shunday o'ylagan. To do'st unga Sen Britaniyaga ketmoqchimiding? Men bitta zo'r konsalting bilaman. Ishingni hech qanaqa muammosiz hal qilib beradi. Men boshida o'rtog'imga ishonmagandim, lekin bunaqa xizmat ko'rsatadigan konsalting borligini bilmagandim. 2024-yil may oyi Abduazim birinchi marta Yuken Consultingga konsultatsiya olish uchun keldi. Menga Yuken Consulting Britaniyaga ketishim uchun 95% kafolat bergani uchun ular bilan ishlashga qaror qildim. Konsultatsiyadan so'ng kuzgi qabul uchun harakatni boshlab yubordi, lekin uni yoshi hali 18 ga to'lmagani uchun u sentyabr oyida Britaniyaga keta olmadi. Oktyabrda 18 ga to'lardim. O'shaning uchun sentyabrda foundation kursiga borishga qaror qilmadim va atiga 4 oy kutib bakalavrga ketish tanladim. Abduazim 18 ga kirgandan so'ng Northumbria universiteti talabasiga aylandi. Northumbria IT sohasi bo'yicha Buyuk Britaniyada top 5 talikka kiradi va ushbu universitet bitiruvchi talabalarni 85% 6 oy ichidayoq ishga joylashishadi. Menga eng katta to'siq IELTS deb o'ylagandim, lekin Yuken Consulting menga ichki imtihonni qo'yib berishdi va yana men o'zimni vizamni 10 kun ichida oldim.